Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Qorasuv uylari va bugun sizlar bilan Qorasuvdagi turar joy majmuamizni proyektini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda umumiy hisobda 6 ta dom tushadi. 10 qavatlik, birinchi qavatlari magazin va kompleksimizning orqa tomoni, ya'ni mana bu blokimizning orqa tomoni O'zbekiston bog'i va Zarafshon daryosida joylashgan. Xo'p, bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib parkovочное место joylashgan. Parkovочное местоning oldida bolalar maydonchasi va podyezdga kirish yo'laklari. Ushbu komplekslarimizda 40 metr kvadratdan boshlab, ya'ni bir xonalik 40 metr kvadratdan boshlab to 3 xonalik 91 metr kvadratlik skvoznoygacha variantlar bor. Ya'nida birma-bir sanab bo'lsak, 40 ligimiz bor, 43 metr kvadratligimiz bor, 60 kvadratlik 2 xonaligimiz bor, 65 kvadratlik 2 xonaligimiz bor, 71/2 xonalik skvoznoy variantlarimiz bor. 78 metr kvadratlik 3 xonalik va 3 ta balkonga ega bo'lgan, planirovkaga ega bo'lgan xonadonlarimiz bor. Hamda 60 metr kvadratlik qo'shimchasiga yana 10 kvadrat plus terrasasi bor proyektlarimiz ham bor. Va 84 metr kvadratlik skvoznoy ikki tomonlamaga qaraydigan xonadonlarimiz ham bor va hamda oxirgisi 91 metr kvadratlik skvoznoy 3 xonalik xonadonlarimiz ham bor ushbu loyihada. Endi kimni fokusiga qarab, kimni jlanisiga qarab, qaysi biri ma'qul bo'lsa, o'shani qaysi biri to'g'ri kelsa agar tanlab olishlaringiz mumkin. Xo'p, ushbu loyihamiz o'zi fasad tomoni pishg'ichdan quriladi. Tashqi devorlari pishg'ichdan quriladi. O'rtadagi xonadonlar bo'lishi перегородкалari, ya'ni gazoblokdan bo'linadi. Ushbu loyihamizda hech qanday boshlang'ich to'lov talab qilinmaydi. Boshlang'ich to'lovsiz 60 oyga foiz va penalarsiz bo'lib to'lash evaziga xarid qilishingiz mumkin albatta. O'rtacha metr kvadratlarimiz 7 million so'mdan to 8 million so'mgacha. Misol uchun 7 million so'mga ega bo'lgan xonadonimiz 10-qavatdagi joylashgan xonadonlarimiz. 1 metr kvadrat 7 milliondan. Qancha pasaversangiz, shunga qarab narxi o'zgaraveradi. Misol uchun 8-9-qavatlarimiz 7 million 200, 6-7-7,5, o'sha birinchi qavatlarimiz 1 metr kvadratda 8 million so'mdan. Va agarda siz birinchi va ikkinchi, uchinchi etajlardan xonadon xarid qilsangiz, 10% boshlang'ich to'lovini to'lash kerak, keyin qolganini albatta 60 oyga bo'lib to'lash evaziga xarid qilishingiz mumkin. Agar sizga ushbu loyihamiz to'g'ri kelayotgan bo'lsa yoki qiziqish bildirayotgan bo'lsangiz, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada batafsilroq ma'lumotga ega bo'ling. Siz bilan ko'rishguncha xayr.